Allah razılıq közlənən işlərdə sübət və layaqətə alohida əhəmiyyət veriş bugünkü mühim məsələlərimizdən biri hesab. Yaşlar xidmətinə qabil yaşlar tanlandı. Qabiliyyət Allah tərəfindən ata qılınğan inamdır. Səmimiyyət qatarlıq gözəl əxlaqlar bilan yaşlarının xidməti özləri oylagandımı yuqori səviyyədə meyvə verdi. Qabil kişilərni tanlash yenidən paydo bo'lgan yoki yenidən paydo qilingan bir nazariya emas. Balki insoniyat tarixini to'shqizib o'tgan va amaliyotda qo'llanilgan bir ishdir. Chunki insonlarning qobiliyat, iste'dod va talanti farqli bo'ladi. Biri qila oladigan ishni yana biri qila olmaydi. Buning kuchi yetganga yana birining kuchi yetmaydi. Şuna bu tanlash eng avval Allohning sunnati. Alloh taolo Qur'on Karimda nurg'un joylarda avatilgan barliq payg'ambarlarning tanlangan shaxslar ekanligiga ishorat qilgan. Masalan, Alloh taolo Musa alayhisalom haqida A'rof surasida: "Ey Musa, men seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita aloqa qilishga tanladim" degan bo'lsa, Hazrati Maryam onamiz haqida Al Imron surasida farishtalarning: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni bütün ayollar içinden tanladı. Seni pak kıldı, seni bütün cahan ayollarga artık kıldı deganligini bayon qilgan. Qur'on Karimda yana payg'ambarlarning tanlanganligi haqida oyatlar nihoyat ko'p. Yoshlar xizmatidami iqtidorli yoshlarni tanlab ish qo'yish, her ishni loyiqida qila oladigan, huddusdan chiqa oladigan kishilarga topshirish bo'libmi, Allah roziligi ko'zlangan ishlarda sifat va layoqatga alohida ahamiyat berish bugungi muhim masalalarimizdan biri hisoblanadi. Ayni chaqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bütün Arab qabilalarini da'vat qilishdan burun oldi bilan ularning ichidagi talantli va qobiliyatli kishilarni tanlab da'vat qilish orqali bu nazariyani o'ttirib qo'ygan. Eng qiyin sharoitlardami kishilarni tanlab ishlatishga nihoyat ahamiyat bergan. Masalan, Xaybar g'azoti boshlanishdan burun payg'ambar alayhisalom: "Men ati bu bayroqni Alloh va rasulini suydigan, Alloh va rasulimi uni yaxshi ko'radigan bir kishining qo'liga tutqizaman. Alloh uning qo'li bilan Xaybarni azod qiladi" degan. Atis ataganda hamma sahobalar bayroqni menga bersikan degan umidda payg'ambarimizning huzuriga kelishgan. Payg'ambar alayhisalom to'plangan sahobalar ichida Ali radhiyallohu anhuni topolmagandan keyin Abu Talibning o'g'li Ali qani deb so'raganda uning ko'zi og'rib qilib kelolmaganligini aytishgan. Payg'ambar alayhisalom uni chaqirib akilib Allohdan shifolik tilab duo qilgan. Ali radhiyallohu anhuning ko'zi burunqidanmi yaxshi saqayib ketgan. Ondan payg'ambar alayhisalom bayroqni uning qo'liga tutqizgan ekan. Demak, payg'ambar alayhisalom sahobalar orasidami tanlash elib borgan. Yo'q bo'lsa chaqirib kelgan. Undaqda yoshlar xizmatiga tanlanadigan yoshlar qanday yoshlar bo'lishi kerak? Birinchisi, bu yoshlar fidokor yoshlar bo'lishi kerak. Har qanday jamoat xizmati yoshlardan fidokorlik talab qiladi. Bu xil xizmatlar hamma ishimiz tugaganda yoki bo'sh vaqtda qilinadigan xizmatlar bo'lmasdan atayin vaqt chiqiradigan, vaqtini va zehnini sarf qilishni talab qiladigan xizmatlardir. Bu xizmatlarni texmi taraqqiy qildirish va amaliy natijaga erishish uchun oldi bilan yoshlardan fidokorlik talab qilindi. Oddiy narsalar bilan bo'lsa-mu, fidokorlik ko'rsata oladigan yoshlar garchi uncha qobil bo'lmasa-mu, asqatmaydigan qobillardan har vaqt ustun o'rinda turdi. Shu sababdan bu xizmatga oldi bilan fidokor yoshlar tanlandi. Ikkinchidan, yoshlar xizmatiga qobil yoshlar tanlandi. Qobiliyat Alloh tomonidan ato qilingan in'omdir. Har odamning turmush saviyasi, yashash metodi, shundaqla o'sib bitilgan muhiti farqli bo'lganligi uchun ular erishgan qobiliyatni farqli bo'ladi albatta. Qobiliyatli yoshlar qo'shuni millatning avangard yoshlaridan tashkillangan bo'lsa, bundaq millat albatta taraqqiy qiladi, olg'a bosadi. Qiyinchiliklarni osoyishlikqa, mag'lubiyatni bo'lsa g'albiga aylantira oladi. Payg'ambar alayhisalomning qobil kishilarni o'ziga loyiq xizmatga qo'yish orqali iqtidorlarini eng mukammal shaklda joriy qildirish fursati berishi bununla dalil bo'lalaydi. Üçüncüden, yoshlar xizmatiga sopaliq yoshlar kerak. Bugungi yoshlarda talab qilinadigan muhim sifatlardan biri ma'lum darajada fidokorlik va qobiliyat topilgandan keyin buning bilan kifoyalanib qolmasdan safa jihatdami kuchlik ma'rif tarbiyasi ko'rgan bo'lishi. Bundaq yoshlar yuz bergan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy masalalarga qarata qanday qilish haqida ma'lum darajada salohiyat hozirlagan bo'ladi. Fidokorlik bilan safa birlashgan vaqtda texmi yaxshi xizmatlarni ro'yobga chiqarg'il bo'ladi. Albatta, o'xshamagan kasb va sohalarda o'qigan yoshlardan talab qilingan safa farqli bo'ladi. Safa bo'lmasa, fidokorlik zoya bo'lib ketadi. Demak, safalik xizmat o'ttirib chiqarish uchun safalik yoshlar cho'qim bo'lishi kerak. 4-dan, yoshlar xizmatida adab axloqli yoshlar kerak. Islom xizmatiga tanlanadigan yoshlardagi muhim sifatlarning biri
adab axloqdir. Chunki kishilar boshqalarning adab axloqiga qaraydi. Adab axloqni ketkizib qo'ygandan keyin insonlarga ko'rsatgan qobiliyatmi, fidokorlikmi hech yerda ko'rilmaydi. Balki adab axloq ko'riladi. Shu sababdan har qancha iqtidorlik bo'lsa-mu, kamtarlik, kichikpiyinlik, rostchilik, ehtirom, samimiyat qatorliq go'zal axloqlar bilan yoshlarning xizmati o'zlari o'ylagandimi yuqori saviyada meva berdi. Undaq bo'lmaydi ekan, qilingan barcha xizmatlarning mevasini ko'rishimiz mumkin bo'lmaydi. Xulos qilib aytganda aziz yoshlar, vatan va millatga xizmat qilish uchun cho'qim bizda yuqorida aytilgan sifatlar bo'lish kerak. Shundaq bo'lganda haqiqiy sifatlik va safoli xizmatlarni ro'yobga chiqarg'ili bo'ladi. Bugünkidek millat yo'lboshchilarga ehtiyojli bo'lib turayotgan bir paytda bu yoshlar xizmati eng fidokor va Alloh so'ygan yoshlarga ehtiyojli. Balkim bugun ilm olish, millatning istiqboliga munosabatlik bu xil xizmatlarga badal to'layotganlar ahamiyatsiz ishlar bilan mashg'ul bo'layotgandek, ularning kelgusi yo'qdek, hatto ba'zilarga nisbatan ahmoqlik hisoblanishi mumkin. Ammo bular Allohning nazarida haqiqiy qimmatga ega ishlarning nima ekanligini va yoki ilmning Alloh uchun yashagan hayotning huzurini haqiqiy his qila olgan kishilardir. Bilinglarki, bu yo'l suyumlik payg'ambarimiz bir qo'limga oyni, yana bir qo'limga kunni tutqizsimi, asla voz kechmayman degan iroda bilan minib bizlarga tutashgan sharafli yo'ldir. Alloh bu muqaddas yo'lda menayotgan yoshlarning qadamini sabit qilsin, qiyinchiliklarni oson qilsin.